我演变成动画里最爱的那个天使，用盖双手变成翅膀守护你。 mana yaxshi azab azab. Mushundaq bir kunlarda Ustra guruhining bolalari mayxonada yig'ilib, qiz bola yaxshimi, ot yaxshimi degan temada to'g'riliq munozara elib berib o'tadi. To'satdilla Van kampirning dadisi, Dili kampirning aksi Bili kampir bu yerda paydo bo'lib, odamning paysini buzdi. Bu Bili kampir ishdan kiribla, "Ey, men Bili Kambar. Bu yerda qaysingning Bili Kam?" deb jar soldi. U bu yerga o'zining so'sini buzayotgan Sharbiy jamoatining ko'ziga qo'lni tiqib etgan ekan edi. Tomi ajoyib ig'ir bis qo'ltiryapti. Endi o ishdan chiqatdimi, uni kim biladi? Mushu vaqtning o'zida yana bir tarafda keta ko'zimdan bu shahardan yo'qol deb qo'g'ilib etgan singlisining muhabbati Frabi og'ini bolalar bilan orlashma desa unimay bazli qilib g'ayvat qo'ydi tushib o'tiradi. Allar bir qism bolalar o'z ichi shoshlarini ikki tarafga qirqib jingishib bo'lib ketibdi. Kapkilarni kiyibdi, qo'g'amni yigib, sizlarchi kapga yarashamda? O'g'il bola degan shlap kiydi. Shundaqmi? Ey Tomi, kapgan baksatga. Alayam pulni berib shlap kiya bo'ldi. Ham xiyol qilma. Rapchining yansi shapga, lukchakning paysi kapga deganni bilmamsa? Ha, dixi. Cheching tuzoq qolmasa, kiyib olgan shlapa, yanchug'ingda pul tugsa jibo qilib tilapa deganni anglamaganmisan? Shlap deganni-chu, qadrini bilganlar kiydi. Tom Sharbiy uningga men seni e'tirof qilmayman, singlimni shlap kiygan bolaga bermayman deb faqatla unimaydi. Ajiba, shlap kiygan gunohmi? Frambi ishida uningga qarab turib, ming qitim Tomining uydagilarga salom yo'llash orqali noroziligini bildirdi. Atsi Tomi Grisni elib, tang-tang jisini haydab, Bili kampirning bozoriga bordi. Tomi Gris bilan bir xil kammigan, yibumi, arbumi, faksturmi, aytavr bir nimalarga o'ynab fursatni kutib o'tirdi. Nima fursat? Ustra guruhining bolalari Sharbiy jamoatining yetakchiligida bu yerdagi o'zini bilmayotgan sok-sok bolalarga inglizchaning haqiqiy fayinsini o'rgatgan ekan edi. Hozir ularning ko'ziga qarab turib, ajoyib yovjun London ingliz tilida qattiq to'laydi. By order of the Peaky Blinders. Vay. Mana nagil basa yana shu Peaky'ning gapimi? Peaky qilmayman degan bolalarning mana quliqini uzib edi degan. Tomi, mana bugun Peaky qilib topgan pullar. Voy, ha. Şu bojanda odam bugun chiqqanda, voy yo'q, birla bangidaga batdika. Shuni tutib olib, chukuni qirqib berdik. Sharbiy bu qitimliq Peaky'ning pulni kampirga so'q qilib, uning bilan hamkorlash fursatiga erishdi. Amaliyotda Tomi de Moody havzashang edi. U hamkorlashgan qiyofatga kirib olib, kampirning dushmani bilan hamkorlik o'rnatib, kampirni biraqli dislib etmoqchi bo'ldi. Hamda kampirning ko'nglini ilish uchun Grisni uningga tashlab berdi. Kampir bo'lsa Gris bilan birlikda bort o'ynamoqchi bo'ldi. Kampir o'zining sinokni yomon payz o'ynaydiganligini, so'gar chiqib yetadiganligini, top deganni dal joyiga ajoyib kirgizib yetadiganligini aytdi. Maya qaranglar qasinglar. Telefonlar bo'yicha buni boshlab oldik. Men buni ko'maydim. Hey, kamay. Yo'q gapni aytib qilma qara. Denzang son oldu. Sen mi şu? Cönfaqlışını unutma. Cönfaqlışını ha? Ondan sen bu bak, kör pulu bir qitim qıppını çıkıp etmeyi bir denzen qıp koy, bildin mi? Adamның en açır sen, ya göncu yok, ya denzen yok, uğurlap şılsa keşke. Yok, doğaş küçülep koyduk, nemançıla kapıp gitsey. Senin özün ayağının çemke qarab oldu, o gepni koyup valla. Rımını çıkışıktır şöyle, ha? Rımını çıkışıktır şöyle. En mühimi. Hey! Denzen qilishni unutma. Cönfa qilishni unutma. Denzen cönfa ja guanju. Denzen cönfa. Denzen cönfa ja guanju. Ha? Asringizni ko'chirib shiltaydigandim. Voy, yo'q, manga. But don't touch motherfucker think twice. You don't want me pull my bang bang. Bu kinoning to'liq qismini nima ko'ramiz? Panus saloni. Top-to'g'ri. Panus saloni. Nima salon? Boshpatda yizg'iliq qo'y, qarmam savzan.